Cappuccino, latte, churchxela, xachapuri, paxlava. Amerikan. Amerikani. Просто mana bu narsa bezglyutenoviy xleb har bitta narsani o'zimiz razrabotka qilganmiz. Har xil davlatlardan retseptlarni o'g'irlab, shantaj qilib, o'g'irlanib, pul berib, в общем, olib chiqqan retseptlarni. Mana buni yeb ko'ringlar, siz. Glutensiz. Yesiz ozasiz. Как раз semirib ketibsiz, bala tug'ib. Mana shunaqa Bika Bakery'dan 3 ta davosmi shunda shaharda sizda? 5 ta. Bir yil ichida 5 ta ochildi. $1000 investitsiya bilan. Endi hozir bitta shokoladni tort pishirib yuboramiz. Keyin ketsa ham bo'ladi dalishi. Mana shunaqa sousdan ko'rdilaring, ayamasdan ko'p qo'yamiz, keyin odamlar mazza qilib yuboradi. Mana shunaqa shokoladni tortlardan bir kunda mingta sotamiz. Bir kunda. Nechta odam ishlaydi endi bu Bika Bakery'da? 1 yil oldin 3 kishi ishlardi. Endi hozir endi 70 tacha bo'lib qolgan. 70 tacha odam ishlaydi.